Hafta oxirida harorat ko'tariladi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. Jumadan quruq va biroz issiq havo kirib kelishi boshlanadi. Shanba va yakshanba kunlari havo 36-38, ayrim joylarda 40-42 daraja isiydi. Tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ham mumkin. 13-iyundan boshlab respublika hududiga janubdan quruq va biroz issiq havo kirib kelishi boshlanadi deya xabar bermoqda O'zgidromet. Qayd etilishicha, so'nggi kunlarda O'zbekiston hududi yoz uchun juda qulay harorat fondidan nam havo massalari ta'siri ostida bo'ladi. Jumadan boshlab asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi va havo harorati asta-sekin ko'tariladi. Kunduz kunlari 33-35 daraja, dam olish kunlari harorat 36-38 daraja, shimolda, janubda va cho'l hududlarda esa 40-42 daraja ko'tariladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 soniya kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Ayrim tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Toshkent shahrida asosan kam bulutli ob-havo bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat juma kunduzi 35 daraja atrofida, dam olish kunlari 36-38 daraja bo'ladi deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.